Bugungi globallashgan dunyoda ommaviy axborot vositalari davlatlar o'rtasidagi axborot almashinuvining eng kuchli ko'prigiga aylandi. Xorijiy telekanallar va axborot agentliklari nafaqat yangiliklarni yetkazadi, balki dunyoning turli nuqtalarini bir-biriga bog'laydi. Televideniye tarixi 20-asr boshidagi birinchi translyatsiyalardan boshlab bugungi zamonaviy raqamli studiyalargacha katta yo'lni bosib o'tdi. BBC, CNN, Al Jazeera kabi OAVlar global axborot makonining shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi. Bugun biz nafaqat televizordan, balki smartfonlar, internet platformalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham xalqaro yangiliklarni kuzatamiz. TV va internet integratsiyasi tezkorlik, qulaylik va global auditoriyaga birdaniga murojaat qilish imkonini yaratdi. Media texnologiyalari rivojlanishi axborot uzatish tezligini oshirdi. Sun'iy intellekt esa yangiliklarni saralash, tahlil qilish va uzatishni yanada aniqroq qila boshladi. Xorijiy OAVning madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri katta. U tafakkur, dunyoqarash va madaniyatlararo muloqotni kengaytiradi. Shu bilan birga, tanqidiy fikrlash zarurligi, axborotni tekshirib o'qish muhimligi ham ortmoqda. Global media makonidagi raqobat kuchaygan sari axborot sifati, tezligi va ishonchliligi har qachongidan ham muhim bo'lib bormoqda. Kelajakda esa media yanada aqlli, tezkor va interfaol shaklga ega bo'ladi. Xabarning chegarasi yo'q. Axborot butun dunyoni bog'lovchi kuchdir.